Visola? Visola? Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Yig'ladingmi? Yo'q, yaxshi hammasi. Nima bo'ldi? Adasi, ota-onamga rahmim kelyapti. Bilasiz, uyda o'g'il farzand yo'q. Hammamizni uyli joyli qilib uzatdim. Hozir o'zligi yolg'iz o'tirishibdi. Yetmaganiga ota-onamni oyoqlari og'riydi. Hech bo'lmasa bittamiz o'g'il bo'lganimizda edi. Bunaqa qiynalmagan bo'lisharmidi? Voy. Adam. Alo, adajon. Yaxshimisan qizim? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Oyim yaxshimilar? Rahmat, shukr. Qizim, ovora bo'lib kuyovimdan shuncha narsa berib olibsan-a. Voy bolam, ovora bo'lib shuncha narsa ko'tarib keldingizmi? Ovorasi bor ekanmi? Sizlarga zo'r narsa olib keldim. Baraka toping. Mana bu argon kapsulasi. Bo'g'im og'riqlarini davolashga juda ham yordam beradi. Bittasi sizga, yana bittasi mana sizga. Rahmat bolam. Qani, duo qiling. Ilohi amin. Siz bizani siylabsiz, Alloh sizni siylasin. Qizim bilan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'linglar. Allohu akbar. O'g'lim yo'q deb hech ham xafa bo'lmanglar. Nima xizmat bo'lsa, men tayyorman. Bexijolat telefon qiling. Rahmat bolam. Adasi. Nega unaqasiz? Qara. Mana onam menga hayot berdilar. Sana ota-onang bo'lsa, hayotini menga berishdi. Nega endi o'g'il o'rnida yordam bermasligim kerak? O'zimiz ham qiz o'stirib olamiz. Biz ham hayotimizni kimgadir beramiz. Ha, argon kapsulasini muntazam ichishsin, to'xtatib qo'yishmasin. Boshida kasallikni ozgina qo'zg'atar ekan, keyin joyiga tushib ketar ekan. Muhimi to'xtatib qo'yishmasin, xo'p? Xo'p, rahmat. Ovqat yesam maylimi? Voy. Yuring.